Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz. Bizada mahsulotlar juda ham ko'p, assortimenti. Mana faqat xardim sotadi deb o'ylashar ekan. Men 5 yildan beri onlayn YouTube'da savdo qilib kelaman. Bundan tashqari, xarnubdan tashqari organizmni sog'lomlashtiradigan va go'zallashtiradigan har xil mahsulotlarimiz bor. Xo'p, boshlaymiz. Birinchi o'rinda eng mashhur bo'lgan bizning xarnublarimiz. Endi mana kollagenli xarnublardan ham olib kelib qo'ydik. Bemalol zakaz qilsanglar, yetkazib beramiz. Dastavkalarimiz O'zbekiston ichida ishlayapti. Esila firmasini mana xarnubi ham bor. Mana buni bilasizlar, ichida artishoki bor. Jigarni, o't qopini, toshlarini juda ham zo'r tozalab beradi, ich qotishini zo'r yordam beradi. Umuman olganda organizmni sog'lomlashtirib, chiroylilashtirib, terilarni silliqlashtirib beradi. Va bizda liverzaym bor. Bu ham jigar, yana ham jigar kuchliroq qotib qolgan jigarda kista bor va jigar muammolari bilan, gepatit bilan bemorlanganlarni profilaktika va davolash bilan birgalikda ishlatsa bo'ladi. Xo'p, undan keyin matcha choylarimiz bor. Matcha choylarni bilasizlar, bu originali. Buni qulupnay ta'mligi bor. Buni ichish yana ham qulayroq oddiysiga qaraganda. Matcha choylarimiz ham ozdirib beradi. Bir oyda kamida 3-4 kilodan 5-6 kilogacha ozgan klientlarim bor. Chunki men 5 yildan beri matcha choy sotaman. Bemalol sizlarga 100% ozishda va energiya berishda eng zo'r mahsulot deb tavsiya qilaman. Xo'p, hash yog'i bor. Ersak firmaniki. Buni bilasizlar, har qanaqa organizmdagi shamollash, yallig'lanish, har xil kuchli yo'tal, hattoki ko'k yo'talga ham davo bo'lyapti. Nimaiki organizmda kasallik bo'lsa, hammasini ichgan va yaxshi natija olgan klientlarimiz bor. O'shaning uchun sizlarga tavsiya qilaman, o'shanaqa klientlarni, o'tsiflarni hali xudo xolasa bo'lishamiz. Bu ko'knori urug'ini yog'i. Turkiya mahsuloti, Ersak firmaniki ko'knori urug'ini yog'i. Va soch uchun uxotlarimiz bor. Sochga juda ham zo'r uxot beradi va chochni qoraytiradigan o'sha mashhur bir yuvganda 5 minutdan keyin oqargan chochlar qoraytirib qo'yadigan mashhur shampunimizni olib kelib qo'yganmiz. Buning ichida argan yog'i ham bor. Bu uxot chochga yana ham mustahkamlik beradi. Xo'p, undan keyin kunjutli maslamiz bor. Buni ham foydasini bilasizlar, juda ham zo'r. Effekti zo'r bu mahsulotlarni. Xullas, har bir mahsulot haqida, har biri haqida qisqacha YouTube'ga ma'lumot berganman. Va bizga hozir yengillik bo'lib kirib kelgan sibirskiy kletchatka. Mana bu kletchatkamiz 5 xil kletchatka. Bu вообще zo'r narsa. Bu juda zo'r narsa. Buni men izlab sizlar uchun baribir topdim, olib keldim. Buni YouTube'da, Instagram'da juda qimmat narxga sotishyapti. Bizda har doimgidek arzon narxlar. Buni 140-150 dan kami yo'q. Xohlagan joylardan surishtirib ko'ringlar. Bizda 120 mingdan sotyapmiz. Boshlanish hozircha. Endi agar olib kelib beradiganlarimiz narxini ko'tarib yormasa, xudo xolasa biz ham narxini ko'tarmaymiz. Xo'p, bu nima? Bu kletchatka. Bu haqida ham alohida men hali video qilaman. YouTube'ga xudo xolasa keng ma'lumot beraman. Va yana bizda zo'r narsa bor. Bu gemoroy uchun. Gemoroydan qiynaladiganlar juda ham ko'p. Menimcha tuqqan ayollarning 70% da gemoroy bor va shofyorlar, o'tirib ishlaydigan taksistlar, uzoq yo'lga yurib ishlaydiganlarning почти 90% da gemoroy bor. Gemoroy ichki og'riq, ya'ni ko'pchilikni bu bildirmasdan, lekin og'rib yuraveradigan xastalik. Lekin mana shu gemoroyni vaqtida davolamasanglar, juda ham yomon oqibatlarga olib keladi. Bu gemoroy tabletkamiz. Bu haqda ham xudo xolasa YouTube'ga hozir bitta qo'limda ochishga majbur bo'lman. Mana bitta ochib ko'rsatay. Buni effekti zo'r. Bu haqda hali o'tsiflarimiz bor. Mana 7 kun 3 4 5 6 kunlik. 6 kunlik sxemada boshlanadi. Tabletkasi ichiladi bir mahal va maza suriladi. Bir haftada gemoroy ancha og'riqlar yo'qolib, ichki qon ketishlar to'xtaydi va ichakdagi ich qotishlar yumshashni boshlaydi. Gemoroy birinchi o'rinda ichak yaxshi yurmaslikdan boshlanadi. Mana bu kletchatka nima? Aynan kletchatka ichaklarimiz sog'lomligi uchun
Agar bizning ichagimiz sog'lom bo'lsa, undan keyin organizmimiz sog'lomlashishni boshlaydi. Xullas, bu haqda yana chiroyli ma'lumotlarni bittalab qo'yaman. Hozir mendan so'raganlar, nimalar bor sizlarda, yana nima mahsulotlar sotasizlar deganlar uchun qisqacha ma'lumotlar berdim va mana yana bitta zo'r narsa sprey bu. Bu momentalniy og'riq qoldiradigan sprey mana. Yaxshi ko'rinmayapti, mana bu yaxshi ko'rindi. Bo'g'im og'riqlari, tizza og'riqlari, bel og'riqlari, bo'yin, mushak, spazmlarni sprey sepiladi. Bu asalari zahridan qilingan. Mana yaxshi ko'rinmayaptimi? Mana asalari zahridan qilingan sprey. Bu juda ham effekti zo'r. Momentalniy og'riqni qoldiradi. Sizlarga tavsiya qilaman buni ham. Va yana eng zo'r mahsulotimiz fenugreek oil. Fenugreek yog'i. Bu haqda ham hali qisqacha sizlarga qisqacha emas, batafsil ma'lumot beraman. Hozir sizlarga qisqacha bizda nima mahsulotlar bor, nimalar sotasiz o'zi degan klientlarga men juda ko'p narsa sotaman. Avvalam juda ko'p narsa assortimentlarim bo'lgan, lekin ko'p narsani sotmaslikka, chiqazib tashlashga majbur bo'lganmiz. Oldin men YouTube'da sog'lom hayot va ozish sirlari kanalini yurg'izganman. Juda katta kanalim bo'lgan, juda yaxshi klientlar yig'ganman, lekin u kanalim ayrim sabablarga ko'ra YouTube tomonidan o'chirilib ketdi. O'shaning uchun bu yangi kanal ochdim. Eski klientlarim xudo xolasa mana o'zimga sekin podpiska bo'lishni boshladi. Bilmaganlar uchun kecha chiqqan sotuvchi emasman. Xudo xolasa 5 yildan beri shu faoliyat bilan tajribalarim bor. Har bir mahsulotni siz organizmingizga mo'ljallab topib, o'zingizga sxema qilib, sizga qanaqa ichish kerak, qanaqa effekt olasiz, qaysi kasalingizga qaysi mahsulot yaxshi, o'shalar haqida chiroyli konsultatsiya bilan dastavkamizni qilib beramiz. Mana shu Harnop birinchi bor ichgan Harnoplarimdan effekti zo'r. Ayniqsa homiladorlarga men tavsiya qilaman. Gemoglobinni zo'r ko'tarib beradi. Jigarlarni, ichki organlarni zo'r tozalab beradi. Eng zo'r effekti bu charchoqni yo'qotadi, quvvat beradi, energiyani zo'r ko'tarib beradi va qon ko'paygandan keyin o'zidan o'zi ichki organizmdagi hamma kasalliklar sekin-sekin o'z joyiga tushishi boshlaydi. Har xil kasalliklardan davo. Xullas, qolgan mahsulotlar haqida xudo xolasa bittama-bitta sizlarga yana ma'lumot berib chiqishni boshlaymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bizning nomerlarimizni qoldiramiz. Nima mahsulot kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib dastavka qildirishinglar mumkin. Dastavkalarimiz ishlayapti. O'zbekiston ichida xohlagan joylarga dastavkalarni qilib beramiz. Sog' bo'linglar.